Do'stlar, assalomu alaykum. 2026-yil 28-iyul sanasida xudo xolasa mana shoptollarimiz turetskiy sortlari mana baklashgan og'zini 1 litrli baklashgan mana. O'ta yirik kalibrda bo'ladi mana, bir tomoni sariq bo'ladi, bir tomoni qora qizil bo'lib ketadi mana. Buni albatta ko'chatlardan bor ko'paytirib qo'yganmiz. Xuddi shular kaltaga mana bu tomonlarni ko'rsak, bu 3-yosh bo'lib 4-yoshga o't xudo xolasa. Hosillarni qaranglar, mevasini mon qarang. O'ta ham go'zal holatda, rangini qaranglar, o'ta ham klass holatda. Olib keling, bularni ham ko'rsating. Mon qaranglar, mana qora qizil bo'lib ketadi, bor mevalari o'ta go'zal holatda bo'ladi. Pullari ham zo'r pullardan sotilyapti. Xudo xolasa $2 sotilyapti bularning mevalari. Buni uzdi, xudo xolasa mana yashiqlarga joylayapmiz. Albatta buni mevalaridan ham bor. Kimga kerak bo'lsa biz nomerlar qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasiz. Kimga kerak bo'lsa so'rab murojaat qilaverasizlar. Albatta savollarga javob berib o'tkazamiz. Kimga shunaqa yangi navlar kerak bo'lsa, bu faqat danaga ajraydigan, bu adashib qolmaydi. 2 xil sorti bor buni ham, turetskiyda. Danaga ajraydigani, ajramaydigani bor. Albatta bular danaga ajraydi. Xudo xolasa mana pishib yetildi. Hozir mana bittasini yeb ko'rsatamiz. Olib keling. Mana holatini qaranglar, o'ta go'zal holatda bo'lgan. Mun qaranglar, necha kilo yuki bor deysa, mana shu bir tupida taxminan. Mana orasini ko'rsatib qo'ying. Kamida necha kilo qiladi? Shoxini qarang, mun qarang. Mana qiyanni qaranglar, mevasi. Mana bu tomonlarini ham ko'rsatib qo'ying. Chiroyli holatda mana. Bismillah. Hozir bittasini yeb ko'rsatamiz mana. Danagidan ajraydimi deganlarga mana danagidan ajraydi. Bismillah, mazasini ko'ramiz endi. O'ta ham go'zal holatda bor mazasi. Nariginisi danagidan ajramaydigani haqiqatda zo'r. Uni ham vidi zo'r-ku, lekin uni nimasi mazasi sal kisliroq bo'ladi bunga qaragan. Buni mazasi shirinroq. Albatta ko'chatlarga bizga aloqaga chiqaverasizlar, olib keling. Ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Mana holatini ko'ring. Mun qarang, bitta shoxini qilganini qaranglar. Mana, olib keling. Bitta shoxida qilgan mevasini qarang. O'ta go'zal holatda bor. Albatta bunga dorilarni vaqti-vaqtida sepib turishimiz kerak, abreskasini zo'r qilishimiz kerak, tagiga o'g'itlarni zo'r berishimiz kerak. Amafoz asosiy go'ng bilan amafoz solsangiz kalibri ham zo'r bo'ladi, kachestvasi ham zo'r. Keyin vitamin bilan har yomg'ir yoqqanda zaharini yaxshiroq berish kerak. Sho'r tushib qolish, kasal tushib qolishlari kamroq bo'ladi. Kalibrlari, tovarni vidlari bozorga, ichki bozorga, tashqi bozorlarga sotuvi zo'r bo'ladi bularni. Bormi mana? Ko'chatlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qanaqa murojaatlaring bo'lsa telefon qilaverasizlar. Albatta telefonda aloqaga chiqsalaring, savollaringga biz javob berib o'tamiz. Shoptoli bo'yicha, boshqa mevalar bo'yicha. Like bosib, Quvay Dehqonga obuna bo'lib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Tanish-bilishlarga shoptoldan boq qilaman deydigan tanish-bilishlarga jo'natib qo'yamiz. Like bosib, obunani bosamiz. Like